Assalomu alaykum. Hozir sizlarga qattiqli keks tayyorlashni o'rgataman. Bizga kerak bo'ladi 1 stakan yog', 1 stakan shakar, 3 stakan un, 3 dona tuxum va 1,5 stakan qatiq, 1 choy qoshiq vanilin, 1 choy qoshiq kabartma tuzi va yog'langan qolip. Bismillahirrohmanirrohim deb ishni birinchi tuxumni chaqib olishdan boshlaymiz. Mana 3 ta tuxumni chaqib oldik va 1 stakan shakarni qo'shib olamiz. 1 stakan unchi, 2 stakanim namida. un. Mana oshchi qizim, mana apparatimiz yurgizib beradi. Mana 5 daqiqa aralashtiramiz. Yana bitta. Mana qizim ham shu orada o'ziga limonada tayyorlayapti. Bu arada vaqtdan unumli foydalanib kabartma tuzini qattiqimizga qo'shib qo'yamiz. Mana to'xtatib olib, mana kerakli malzemelarni qo'shishni boshlaymiz. Mana kabartma tuzini qo'shdik, qattig'imiz ko'paydi. Buni qo'shib olamiz. Qattiqni qo'shib oldik. Endi yog'ni ham qo'shib olamiz va yana aralashtiramiz. Bir choy qoshiq vanilin qo'shamiz va 3 stakan unimizni qo'shib olamiz. Mana 3 stakan bo'ldi. Endi buni aralashtiramiz. Birinchi skorda aralashtiramiz. Endi pechimizga 150 darajaga 50 daqiqaga qoldiramiz. Pishgan-pishmaganiga ko'ra 5 daqiqa qo'shishingiz mumkin. Biz pishib chiqdi. Endi orqa tomonni ko'rsataman. Mana yoqimli ishtaha. Bu keksimiz qattiqli keks.